Assalomu alaykum. Bu safar boshidan oxirigacha ketma-ketlik noldan boshlangan. O'zim ham ustanovka qilganlarimni o'chirib tashab, boshqatdan qilib ko'rsataman. Hamma yangilar uchun to'liq bo'lgan video tayyorlayman. Mana tomosha qilasizlar. Eng birinchi qilinadigan ish mana shuni ustiga bosasizlar. Mani ko'rsatganlarimni ketma-ket to'g'ri qilinsa, avtomatik tarzda pul ishlaydi o'z telefoningizni. Mana havolan ustiga bosiladi. Mana chiqadi. Nacha zarabit. Mana shu yozuvni ustiga bosiladi. Yoki mana bu nachat ustiga bosilsa ham, unisi ham to'g'ri. Bosamiz. Xo'p. Kiriladi mana bu yerdan. Ro'yxatdan o'tiladi. Email yoziladi bu yerga. Xo'p, menga borlardan mana bular chiqdi. Kiritmagan emailimni kiritishim kerak. Xo'p, kiritmaganimdan menga variant ko'p deganga o'xshab, email ham ko'p. Bir-biriga o'xshashlari ham ko'p. Xo'p. Parol qo'yinglar. Mana bu yerga o'zi avtomatik mana botga qarshi tekshirdi. Xo'sh, ana bu joyga обязательно galochkani qo'yinglar. Mana bunga. Galochkani qo'yasizlar. Keyin mana bu ro'yxatdan o'tishni bosasizlar. Ro'yxatdan o'tish bosiladi. Saqlash qilinadi. Parolni mana shunday chiqib saqlash qilasizlar. Xo'p, ro'yxatdan o'tdik, kirdik. Ana endi ana. Xo'p. Endigi qilinadigan ish mana bu joydan mana shu joydan bosiladi-da mana bunday tekshiriladi hammasi. Dostupnost YouTube. Keyin tekshirib bo'lgandan keyin Pereyти razdelni bosasizlar. Mana bu chiqsa yopasizlar. Reklama bizga kerak emas hozircha. Pereyти razdel o'tildi. Ana bu joyga endi podrobniye deganni bosasizlar. Hammaga smartfonlarga shunaqa chiqadi, chunki bir-biridan farq qiladigan emas bu. Podrobniye bosiladi. Skachat Macdroid. Mana, men oldin yuklaganlarni o'chirib tashab, qaytadan noldan qilaman hammasini ketma-ketlikda videoni oxirigacha ko'rsalaringiz, adashib ketmaysizlar. Skachat Macdroid bosiladi, ilovaga olib mana tepaga turibdi. O'rnatish bosiladi shu. Mana o'rnatdi. Xo'p. Mana o'rnatib bo'lindi. Bunga hozircha teginmaymiz. Xo'sh. Keyingi masala, keyingi qadam. Mana buni yuklab olamiz. Hech narsa qolib ketmasin uchun erinmay ko'rsataman. Diqqat qilasizlar. Mana buni yuklab olinadi. Skachatni bosamiz. Yuklab olinsinmi deb so'rayapti. Yuklab olishni tanlaymiz.